Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatları və Adrian Tens qatarlıq köplügən chet ellik tədqiqatçılar tərəfindən Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayətlərinin baş qomandanı və baş javabkarı deyə ayıplanıb gələn Xitayning dövlət rəisi Xi Jinpingning 12 iyuldan 15 iyulgacha Şərq Türkistan qılğan tuyuqsuz ziyarəti Ғərb mətbuatlarının və küzətküçülərinin güclük diqqətini qozğadı. Bu, Xi Jinpingning 8 yıldan keyin Şərq Türkistanda tekşiriş elib berişi bo'lib hesablanıdı. Dünya Uyghur Qurultayı Xi Jinpingning Şərq Türkistan qılğan tuyuqsuz ziyaret münasibət bilan e'lon qilgan bayonotida buning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini yoshirish va dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yash ekanligini ta'kidladi. Bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqi qirg'inchiligini Xi Jinpingning 2014-yilning 5-ida Şərq Türkistonni ziyorat qilgan vaqtidan boshlangan deyish mumkin. Çünki şu vaqtda Xi Jinping Şərq Türkistonni ziyorat qilib qaytib berib o'zining yo'l yo'riqini berib assimilyatsiya siyosatidan irqi qirg'inchilik siyosatiga aylantirgan edi. Xi Jinpingning bu qatam tuyuqsiz Şərq Türkistonni ziyorat qilishi Yaponiya bosh ministri Shinzo Abening o'limidan keyin dunyoga mana Xinjiang tinch degan signalni berish. Bu yer bexatar Uyg'ur xalqi xo'shal-xo'ram yashayotidi deyish orqali Uyg'ur qirg'inchilik siyosatini dunyodan yoshirish, dunyoning ko'zini bo'yashdan iborat deb o'ylayman. Yana bir jihatdan bo'lsa, o'tgan 5 yildan buyon elib berayotgan irqi qirg'inchilik siyosatining qaysi darajada bo'lganligini o'z ko'zi bilan ko'rish. Bu irqi qirg'inchilik rahbarlik qilayotgan Xitoy va Uyg'ur amaldorlarini va har qaysi organlarni jasoratlantirish. Masalan, Urumchi xalqaro quruqlik porti rayonini, soqchi o'rinlarini ziyorat qilib ularga rahmat aytgan va irqi qirg'inchilik siyosatini davomlashtirishni talab qilgan. Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Xi Jinpingning tuyuqsiz Urumchiga ziyorat elib berishdagi maqsad to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Xitoyda koronavirus o'tirg'i chiqqandan buyon Xi Jinping nurg'un ziyoratlarni bekor qilgan edi. Chet el ziyoratlarini elib bormagan edi. Ammo yaqindan buyon ba'zi o'lka va rayonlarga ziyorat elib berishga boshladi. O'tganda Hong Kongga bordi, hamda bo'lsa Sharq Turkistonga ziyorat elib bordi. Aslida Xitoyda virus tugimadi. Aksicha ba'zi rayon va shaharlarda virus qattiq ko'payib ketdi. Bundaq jiddiy paytda ziyaretidan 8 yil o'tgandan keyin Sharq Turkistonga ziyorat elib berishi 10-oyda markazda ochilmoqchi bo'lgan Kompartiyaning qurultiyi bilan munosabatli deb o'ylayman. Chunki yaqindan buyon Xi Jinpingning ichki va tashqi siyosatida bexatarlik siyosatida chatoq chiqyotidi. Bularning 10-oyda chaqirilgan Kompartiyaning qurultiyiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga Xi Jinping Sharq Turkistonga ziyorat elib berish orqali mening Xinjiangda elib berayotgan siyosatim to'g'ri, muqimlik barpo qilindi deb tashviq qilish orqali qurultayga ta'sir ko'rsatishga tirishyotdi deb o'ylayman. Doktor Erkin Akram apandi Xi Jinpingning Sharq Turkistondagi tuyuqsiz ziyoratining Xi Jinping o'tirib qo'ygan Xinjiangning muqimlik strategiyasi, ya'ni Xi Jinpingning Xinjiang strategiyasini assimilyatsiya orqali amalga oshirish siyosatini dunyoga to'g'ri deb ko'rsatish qatorliq bir yurish maqsadining borligini bayon qildi. Doktor Erkin Akram apandi Amerika boshchiligidagi G'arb ellarining Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan siyosatini irqi qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb qabul qilgandan keyin Xitoyning xalqarodagi obro'yiga zo'r zarba berilganligini, shunga Xi Jinping Urumchiga ziyorat elib berish orqali dunyo jamoatchiligiga bu yerda irqi qirg'inchilik va majburiy emgak yo'q deganini ko'rsatishga tirishayotganligini o'ttirib qo'ydi. Amerika prezidenti Joe Biden 15-iyul Saudiya Arabistonini ziyorat qilishga boshlagan bir vaqtda Amerikaning CNN tori Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan Uyg'ur tutqunlarining masalasini kun tartibga elib keldi. CNNning xabarida aytilishicha, Uyg'ur tutqunlarining boshqa davlatlardagi oila a'zolari prezident Bidendan Uyg'ur tutqunlarini Xitoyga qaytarilishidan saqlab qilishni talab qilgan. Xabarda Saudiya Arabistonning Saudiya fuqarolarining kishilik huquqini dafsanda qilish bilan ayiblanib qolmay, bir qism Uyg'urlarni tutqun qilish va Xitoyga o'tkazib berish bilan ayblanayotganligi. Tutqunlardan Hamdullah Valining qizlarining prezident Bidenni dadisi va tutqundagi qolgan 3 nafar Uyg'urning Xitoyga qaytarishdan saqlab qilishga chaqirganligi bildirilgan. Saudiya doiralari 2020-yili Turkiyadan Saudiya Arabistonga umr hajga borgan turponliq diniy zot Hamdullah Vali, shundaqla Hamdullah Valini uyda qo'ndirgan Saudiya Arabistonda o'ltirishliq Uyg'urlardan Nurmuhammad Ro'zni tutqun qilgan. Saudiya doiralari yana bu yilning boshlari Nurmuhammad Ro'zning burunqi ayoli Buxalcham Abla bilan uning 17 yoshli qizini tutqun qilib, ularning hammasini Xitoyga qaytarish uchun Riyodga
çöküp ketken edi. CNN xəbəri bu xalçam ablanın Riyadqa elib manğanda tartılgan videosunu e'lon qildi. Xəbərdə şundan beri ulardan hech qanday xəbər elinmaganligi bildirilgan. CNN'ning aytishicha, ular bu to'g'riliq Saudiya hukumati bilan aloqalashgan bo'lsa-mu, biroq hukumat javob bermagan. Hamdullah Valining qizlaridan Nuriman Vali prezident Bayden qilgan chaqiriqida birdan-bir umidining Amerikada qolganligini bildirib, prezident Bayden Saudiya Arabistonni ziyorat qilganda Saudiya hukumati bilan so'zlashib, ularning gunohsiz ekanligini aytib, ularni qo'yib berishni talab qilishini so'raymiz degan. Angliya parlamentidagi konservativlar Angliya bosh ministri nomzodlarining Xitoyga qarta qattiq qo'l bo'lishidan, bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishdan umidvor ekanligini aytgan. Angliya Quyosh gazetining xabar qilishicha, parlamentdagi konservativlar Angliyaning Xitoyga yaqin turishidan, bo'libmi iqtisodda uningga tayinib qilishidan va uning bexatarlik tahdididan intayin bearam bo'layotgan bo'lib, konservativlardan bo'lgan bosh ministr nomzodlarining Xitoyga qarta qattiq qo'l ekanligini isbotlashini talab qilmoqda ekan. Quyosh gazetining 12-iyul bergan xabarida konservativlarning sobiq guruhi rahbarlaridan Sir Ian Duncan Semisni o'z ichiga olgan nopuzliq parlament a'zolarining bosh ministr nomzodlaridan Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berilayotganligini e'tirof qilishni talab qilganligi bildirilgan. Yaqinda sobiq Angliya bosh ministri Boris Johnson vazifasidan istifa bergandan keyin parlamentdagi ko'p sonli konservativlar partiyasida bosh ministr nomzodlarining raqobati boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, sobiq Boris Johnson hukumatidagi Xitoy qarta qattiq qo'l pozitsiyasi bilan tonilgan tashqi ishlar ministri Liz Truss bosh ministerlik saylanish ehtimolligi kuchli nomzodlarning biri deb qaralmoqda ekan. Quyosh gazetining xabarida aytilishicha, Liz Truss o'tgan seshanba kuni o'tkazilgan konservativ rahbarlarining bir qatimliq yig'inida agar bosh ministerlik saylanib qolsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oshkor e'tirof qilganligini aytgan. Bosh ministr nomzodlaridan Tom Togin Hatmo Xitoyning irqiy qirg'inchilik sodir qildi deb qaraydiganligini ta'kidlagan. Quyosh gazetining aytishicha, Togin Hat yana Xinjiang paxtasi va Xitoyning nazorat kameralarini ishlatishni cheklaydiganligini aytgan. Garchi Angliya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullagan bo'lsa-mu, ammo Angliya hukumati bu vaqtda hozirga qadar aniq pozitsiya bildirmagan edi. Myunxen shaharlik hukumat tarafidan 17-iyul yakshanba kuni o'tkazilgan millatlararo madaniyat faoliyatida yuqori mahorat bilan Uyg'ur san'at nomerlarini ko'rsatgan Uyg'ur o'smirlarimiz har qaysi millatlarga mansub minglagan tomoshabinlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Mazkur faoliyatda Uyg'ur madaniyat san'atini tonishtirish faoliyatiga yetakchilik qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim Uyg'ur o'smirlari sahnaga chiqishdan burun qilgan so'zida shonliq tarix va madaniyat ega bo'lgan Uyg'ur xalqining bugun tarix sahnasidan yo'qolib ketish girdoviga berib qolganligini, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning ona vatani Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotganligini, Uyg'urlarning go'zal madaniyat san'ati, tili va urf-odatlarining Xitoy hokimiyati tomonidan butunlay cheklanib, Uyg'urlarga Xitoyning an'anaviy madaniyatining zo'rlab tinglayotganligini, go'zal madaniyatga ega Uyg'urdek bir millatning yo'qolib ketishiga sukut qilib turishning Xitoyning jinoiy qilmishlariga va irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Go'zal milliy kiyimlarni kiyishgan qizlarimiz sahnaga chiqib mahorat ko'rsatganda bo'lsa, butun tomoshabinlar qizg'in olqish yog'dirib Uyg'urlar guruhiga madad berishdi. Yevropa Sharq Turkiston birligi uzun yillardan buyon har yili bir qatim Myunxen shahridagi West Park deb atalgan cho'ng bog'chada o'tkazilgan millatlararo madaniyat faoliyatiga qatnashish orqali Uyg'ur madaniyatini tanishtirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining 14-iyul kuni tarqatgan e'lonida qurultay bilan har qaysi ellarning parlamentlari orasidagi munosabatlarga mas'ul to'liq maoshli koordinator qabul qilganligi bildirildi. Yevropaning o'lchamlari bo'yicha maosh beriladigan mazkur xizmatni loyiq ko'rguvchilar 7-oyning 31-kuniga qadar o'zlarini Dunyo Uyg'ur qurultayining markaziy ishxonasiga bildirishi lozim. Qurultayning parlamentlararo xizmatlarga mas'ul alayda xodimi Bryussel yoki qurultayning Myunxen shahridagi markaziy ishxonasida xizmat qiladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bu vaqtdagi e'londa ko'rsatilishicha, qabul qilinadigan xizmatchi xodim inglizchani ravon bilishi, fransuzcha, xitoycha va uyg'urcha tillarni bilishi, ijtimoiy aloqa vositalaridan unumli darajada foydalanish iqtidoriga ega bo'lgan bo'lishi, Sharq Turkiston va Xitoyning navbatdagi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi, erkin sayohat qilish va favqulodda ahvollar ostida 8 soatlik ish vaqtidan keyinmi yana davomli xizmat qila oladigan imkoniyatga ega bo'lishi shart. Undan boshqa yana qurultay tarafidan ish qilinadigan parlamentlararo koordinatori Yevropa birligining har qaysi organlari va xalqaro kishilik huquq mexanizmi haqida ma'lumotga ega bo'lishi, siyosat va xalqaro munosabatlar yoki xalqaro qonun va kishilik huquq bilimlari bo'yicha universitetni tamomlagan bo'lishi, Uyg'urlar masalasining navbatdagi taraqqiyot yuzlanishidan to'liq xabardor bo'lgan bo'lishi lozim.
Dünya Uyghur Qurultayı bilan har qaysi ellərinin parlamentləri arasındakı münasibətlərə məsul toluq maaşlıq koordinatorunun xizmət dairəsi tövəndikilərdən ibarət. Qurultay nomidan har qaysi ellərinin hökumətləri, parlamentləri, ommaviy təşkilatlar və dini qruplar bilan aloqa o'rnatish. Har qaysi ellərinin parlamentlərində Uyğur dostluq qruplarının qurulishini qo'lga keltirish. Uyghur Sot kollegiyasining hukmini va har qaysi parlamentlarning hozir qadar Uyghur irqi qirg'inchiligi haqida olgan qarorlarning boshqa ellarning parlamentlarga tashviq qilish va anglatish. Hökumətlərini, parlamentlarni və xalqaralıq orqanlarını Uyğurlar məsələsi haqqında hərəkətə ötküzüş. Hər qaysı parlamentlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı xəbərnamə, doklad və bayanatlarını tayarlaş. Xalqara orqanlarga sunulduğan Uyğur məsələsi haqqındakı türlük təklif layihələrini tayarlaş. Dünya Uyğur Qurultayının hər qaysı əllərinin parlamentlər arasındakı münasibətlərə məsul toluq maaşlıq koordinator qəbul qilish haqqındakı elanның təfsilatını tövəndəki Qurultayının torbət adresindən to'liq ko'ra olasiz. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqətinizə Dünya Uyğur Qurultayı tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqrammasını sunduq. Keyin qitimliq sanımızda görüşəyli. Aman bolğaysızlar. Stansimizning YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.